Assalomu alaykum, Metal Grid efirda. Mana biz Metal Grid zavodidamiz. Sizlarga ozginagina qisqagina ma'lumot berish uchun mana shu zavodni sizlarga ko'rsatmoqchi bo'ldik. Mana hozir ko'rib turganingizdek, bu setka chiqaradigan zavod. Bu yerda mana kichkina, mana bu stanokda kichkina diametrdagi bo'lgan, to'rdan bo'lgan va 6 gacha bo'lgan setkalar chiqadi. Darrozli setkalar. Ko'rib turganingizdek, mana bu katta setkalar, bu maxsus setkalar hisoblanadi. Bu domlarni monolitli domlarga, devorlariga, patologlariga va yerlariga qo'ysa bo'ladi. Bemalol monolitliga chatsangiz bo'ladi. Bu maxsus setkani mana shu stanokda ishlab chiqariladi. Buni yoniga hozir ko'rsatgan stanogimizda kichkina diametrdagi bo'lgan setkalarni chiqaradi, darrojli setkalarni. Bu yerdagi maxsus setkalar, imенно o'sha monolitli domlarga, to'shamalariga va devorlariga maxsus setkalar. Mana buni olasiz, qo'yasiz, ustidan beton olasiz. Ishingiz juda unumli bo'ladi va tez bo'ladi. Qurayotgan domlaringizni tez orada o'z egalariga topshirishingiz bo'ladi. Agarda sizga bu setkalarimizning narxi qiziq bo'lsa, mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qiling, biz sizni kutamiz. Omon bo'ling.